Ja, PUBG'dan tutgan daftarlaringga yozishga arzimaydi-yu, no eslab qolsalar bemalol bo'ladi. Hozir berilgan bitta nokka sherigi ham bor. To'g'rimdagi zanadan kelib turib, shag'di o'chirib qo'yganman, lekin o'zim eshitib turibman, sizlarga aytib berib turibman. Va endi chap tomondan kelish kerak. Normalligina tayoqdagi oldi. Uni o'zi eshitmasa ham hozir bu yerda nok bo'lgan sherigi bizni full eshitib info berib turadi. To'g'ri, ichkarilarga qochib ketib, yashina aptechka urib kelib, keyin otishsa ham bo'ladi, lekin men sizlarga bitta ayyorlikni o'rgatgim keldi. Hozir meni aptechka urib deb o'ylab shoshilib kelyapti jonim kamligidan foydalanmoqchi. Lekin men uni shoshilgandan foydalanaman. Xo'p, bunaqa narsalarni o'rgatishdan maqsad nima? Aktiv yig'ish. Plus aktiv yig'ish, o'zbekcha gapirishning maqsad o'zbeklarning o'yinini kuchaytirish, konkurensiyani kuchaytirish va qanchalar ham miyalaringiz zo'r ishlatsalar o'zingizlarga bo'lgan ishonch oshadi, o'yinlaringiz chiroylashadi va maza qilib, kayf qilib o'ynaysizlar. Hozircha menga sizlardan kerak bo'ladigan narsa like, podpiska xolos. Qanaqadir gapingiz bo'lsa kommentariy ochiq. Va albatta yana qo'shimcha bunaqangi kutib olishga to'g'ri joy tanlab, pikana qilishni unutmanglar. Va albatta videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga shunchaki bir raqamini qoldirib, doim joni kam qolganda shoshilib yuradigan do'stlarga tashlab qo'yinglar, hammaga omad.